Tövbe istig'for aytishni odat qilish. Tövbe sodir qilingan gunohlarga pushaymon qilib, qayta gunoh qilmaslikqa bel bog'lab, to'g'riliqqa qaytish deganlikdir. Istig'for gunohlar uchun Alloh taoladan kechirim tilash deganlikdir. O'zining kamchiliklarini, xatoliklarini va gunohlarini tonib, Alloh taolaga istig'for aytish orqali uningdan kechirim tilash payg'ambarlarning va ulgulik mu'minlarning axloqidir. Zamanımızda köpünç kişiler tövbe istig'for etinglar deyilse, xuddi tövbe istig'forni cho'ng gunohlarni sodir qilgan yoki jinoyat ishlagan odam etsa bo'ladi degandek, yoki alhamdulillah biz 5 vaqt namozimizni mukammal ado qilib kelyapmiz, birovning haqqini yemidik, birovga zulm qilmadik, Alloh taolaga osiylik qilmadik, shunga istig'forni aytmasaqmi yoki aytsaqmi bek muhim emas degandek qilib, tövbe istig'fordan iborat bu muhim amalga ahamiyat bermaydi. Amaliyat hergiz ular o'ylagandek emas. Tövbe istig'forni gunohkor odamlarla aytmaydi. Chunki istig'forni gunohdan pok payg'ambarlarning hammasi aytgan. Payg'ambar alayhissalom: "Men har kuni Allohga 70 qitimdan ko'proq tövbe istig'for aytaman" degan. Chunki tövbe istig'for qadamimizning tiyib ketmasligi, to'g'ri yo'lda mustahkam turishi va bu yo'lda izchil yurishimiz uchun to'liq zarurdir. Tövbe istig'for odamni to'g'ri yo'lda mustahkam qiladi. Tövbe istig'for odamni gunohlardan poklab, xatoliklardan yiroq qilib turadigan narsa. Xatolikni o'ngshab, gunohni tövbe bilan o'chirib mangmaganda, bir gunoh yana bir gunohni, bir xatolik yana bir yoki bir qancha xatoliklarni tug'dirib mengayveradi. Shuning bilan uni o'ngshash qiyin bo'ladi. Bu xuddi ko'nglakning birinchi tugmasini xato etish bilan uning butun tugmalari xato etilib mang'iniga o'xshash. Ko'nglakning dastlab aytgan tugmasini qaytadan to'g'ri aytgandan keyinla boshqa tugmalarmi to'g'ri va joyida etilib mangadi. O'z xatoligini bilgan hamon uningdan darhol qo'l uzgan, bir gunohni ishlagan hamon uningga pushaymon qilib tövbe qilgan odam qayta xatolik sodir qilishdan va gunohga tushib qilishdan o'zini yiroq tuta oladi. Demak, tövbe istig'for odamning ish-harakatlarining to'g'ri va mustahkam bo'lib davom qilishini kafolatlantiradigan narsa. Shunga tövbening ahamiyati zo'r, foydasi ko'pdir. Payg'ambar alayhissalom yana: "Har qanday odam bolasi xatolashquchidir. Xatolashquchilarning eng yaxshisi tövbe qilg'uvchilardir" degan. Buningdagi sir nima? Chunki tövbe istig'for insonning to'g'ri yo'ldan ezib ketmasligi uchun uning qadamini mustahkam qilib turadigan, xatoliklarning vaqtida yuyilib, gunohlarning o'chirilib turishi orqali uni murakkab xatoliklar va og'ir gunohlardan saqlab turadigan qalqondir. Tövbe istig'for aytishning muayyan vaqti yo'q. Uni qaysi vaqtda va qanday joyda aytsa bo'ladi. Gunoh ma'siyatlar Alloh taolaning haqqiga qarshi sodir qilingan gunoh ma'siyatlar va maxluqotning haqqiga qarshi sodir qilingan qilmishlar deb ikkiga bo'linadi. Alloh taolaning haqqiga qarshi sodir qilingan gunohlar Qur'oni Karimda yoki hadislarda kelgan qil va qilma degan amr farmonlarga xilof keladigan har qanday gunoh ma'siyatlarni ko'rsatadi. Chunki Alloh insonni shuncha go'zal shaklda yaratib, uningga yer yuzining xo'jayinligini ato qilib, uni maxluqotning eng hurmatlisi qildi. Uni turli esil ne'matlar bilan rizqlantirdi. Bu sababdanmi Alloh taolaning insonlar ustidagi haqqi to'liq cho'ngdir. Alloh taolaning insonlar ustidagi haqqini ado qilishning yo'li Alloh taolaning amr farmonlarini o'rindab, cheklaganlarini tark etib, Alloh taolo talab qilgan bo'yicha hayot kechirishdan iboratdir. Alloh taolaning amr farmonlariga xiloflik qilish uning haqqiga qarshi gunoh sodir qilganlikdir. Maxluqotga qarshi sodir qilingan qilmishlar deganimiz insonlarni ziyon zahmatga uchratish, ularga zulm qilish, ularning haqqini yavilish, huquqlarini dafsanda qilish, obro'yini to'kish, hayvonlarni azoblash, qiynash qatorliq yomonliklarni va jinoyatlarni ko'rsatadi. Chunki mundaq qilmish insonlarning boshqalar tarafidan ziyon zahmatga uchratilmasdan huzur ichida yashashdan iborat tabiiy haqqiga tajovuz qilganlik bo'ladi. Shundaqla hayvonlarni azoblash, qiynash va ularga qarshi sodir qilingan qandaqla bir yo'lsizlik, ularga zulm qilganlik va hayvonlardan yo'lliq foydalanish, ularga shafqatli muomala qilishdan iborat dinimiz belgilagan prinsipga xiloflik qilganlik bo'ladi.
tavbaning qabul bo'lishining shartlari. Alloh taolaning haqqiga qarshi sodir qilingan gunoh ma'siyatlarning tavbasi tuvandagi 3 shart bilan qabul qilinadi. Ular: birinchi, burun qilgan gunoh yomon ishlarga pushaymon qilish. Ikkinchi, gunoh yomon ishlardan qat'iy qo'l uzish. Uchinchi, burun qilgan gunoh yomon ishlarni qayta qilmaslikqa chin iroda bog'lash. Maxluqotga qarshi sodir qilingan qilmish va jinoyatlarning tavbasining qabul bo'lishi uchun yuqorqi 3 shart bilan birga haq egisini rozi qilish shart qilinadi. Chunki bu xildagi haq Alloh taolaning haqqi bo'lmasdan insonlarning o'z haqlari bo'lganligi uchun ular qilmishkorini o'zlari kechirmagicha Alloh taolo kechirmaydi va tavbalarini qabul qilmaydi. Mana bu Alloh taolaning adolatidir. Istig'for etishning eng afzal vaqti sahar vaqtidir. Alloh taolo jannatga kiradigan taqvodorlarning sifatlarini bayon qilgan oyatda ularni val mustag'firina bil ashar, ya'ni ular saharlarda istig'for etquchilardir deb maqtagan. Yana va bil ashari hum yastaghfirun, ya'ni ular saharlarda Rabbidan mag'firat tilaydi deb ta'riflagan. Istig'forning foydalari ko'p. Birinchisi, istig'for etib turadigan odam dunyoda jismoniy va ma'naviy jihatlardan hargiz azob chekmaydi. Chunki Alloh taolo Qur'on Karimda mundaq degan: "Va ma kana Allohu liyu'azzibahum va anta fihim va ma kana Allohu mu'azzibahum va hum yastaghfirun." Ya'ni ular istig'for etib turgan chaqda Alloh ularga azob qilmaydi. Demak, istig'for insonni jismoniy, ma'naviy, fikri, ijtimoiy azoblardan, shundaqla barliq azoblardan ozod qiladi. Demak, yer yuzida ikki amonliq bo'lib, biri ketib qolgan, yana biri qolgan. Ketib qolgani payg'ambar alayhissalomdir. Kelib qolgani istig'fordir. Ikkinchisi, istig'for insonga barliq yaxshilik turlarini ochadi. Bu mavzuda Nuh alayhissalomning فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Yani Rabbinglardan mag'firat tilanglar. Chunki u nihoyat mag'firat qilg'uchidir. Shunda qilsanglar, u sizlarga mo'l yomg'ir yog'dirib beradi. Sizlarning mol-mulkinglarni va o'g'illaringlarni ko'paytib beradi. Sizlarga bog'larni, o'stanglarni ato qiladi degan so'zini asga elish yetarlikdir. Uchinchisi, istig'for musulmon odamga va musulmonlar jamiyatiga kuch-quvvat va qudrat ato qiladi. Alloh taolo Hud alayhissalomning qavmiga aytgan so'zini qissa qilib mundaq deydi: "Va ya qawmi istaghfiru robbakum thumma tubu ilayhi yursilis samaa alaykum midrara va yazidkum quwwatan ila quwwatikum." Ya'ni, ey qavmim, Rabbinglardan mag'firat tilanglar, ondan uningga tavba qilinglar. Shunda qilsanglar, u sizlarga ko'p yig'in yog'dirib beradi va kuchinglarga kuch qatadi. To'rtinchisi, istig'for insonga baxt saodatlik hayot beg'ishlaydi. Alloh taolo yana Hud alayhissalomning so'zini qissa qilib mundaq deydi: "Va anistaghfiru robbakum thumma tubu ilayhi yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamma." Ya'ni sizlar Rabbinglardan mag'firat talab qilinglar, ondan uningga tavba qilinglar. Shunda qilsanglar, Alloh sizlarni belgilangan ajringlar to'shqicha obdan yashtidi. Gunoh qilmaydigan odam yo'q. Har qanday odam bilib bilmay cho'qim xatolik o'tkazadi va gunoh o'tkazib soladi. Hatto hech gunoh qilmagan odamning o'zini gunohsiz his qilib mag'rurlanishining o'zimi gunoh o'tkazgandan og'irroq gunohdir. Demak, dunyoda gunohsiz odam yo'q. Alloh taolo gunoh qilmaydigan odamdan gunoh qilib
gunohiga tavba qilib alloh taologa munojat qilgan odamni yaxshi ko'radi. Chunki gunoh qilmagan odam gunoh ma'siyatning harom lazzatini tetimganligi uchun u mag'firatning halovatini tetiy olmaydi. Chunki biror gunohni qilib kelgan odam uni tashlash yo'lida ko'p qiyinchilik tortidi. Bu orqali alloh taoloning dargohida savobdan daraja qozonadi. Gunohlarini tavba orqali yaxshi amallarga o'rayadi. Ammo gunoh qilmagan odam bunday qiyinchilikqa uchramaydi. Payg'ambar alayhissalom: agar sizlar gunoh qilmasanglar, Alloh gunoh o'tkazadigan, ondan keyin tavba qiladigan bir xalqni yaratib, ularning gunohlarini mag'firat qiladi degan. Bu hadis Alloh taoloning gunoh ma'siyatni yoqtiradiganligini ifodalamaydi. Balki bandalarning tavbalarini qabul qilish orqali o'zining Al-G'affur, ya'ni kechirguchi va Al-G'affar, ya'ni gunohkorlarni nihoyatda bek kechirguchi degan ulug' sifatlarning asarlarini izhor qilish va bandalarga bo'lgan mehribonligini ifodalashni xohlaydi.